Alimentdan qarzım bor. Men o'zimni o'zim bankrot qilsam, aliment qarzidan qutulamanmi? Sud qarorini asosan voyaga yetmagan farzandlarimga aliment to'layman. Hozirgi kunda alimentdan qarzim 50 million so'mdan oshib ketdi. Agar men o'zimni o'zim bankrot qilsam, aliment qarzimdan qutulamanmi? Eng asosiysi menga respublikadan tashqariga chiqish huquqimni ochishim kerak. Men respublikadan tashqariga chiqib ketishim kerak. Qanday yo'l bilan respublikadan tashqariga chiqib ketaman degan savollar bizlarga dim ko'p kelib turibdi. Men sizlarga ochiq batafsil aytib beraman. Tasavvur qiling, siz kasal bo'ldingiz. Birinchi nima qilasiz? Birinchi shifokor ko'rikina borasiz. Shifokor sizni UZIga tushishni, rentgenga tushishni va boshqa MRTga tushishni aytib beradi. Siz o'zingizni teshkirtirib, barcha rentgen hujjatlarini olib kelib shifokorga berasiz. Shifokor sizga keyin tashxis qo'yadi. Ha, seni oshqozoning og'rib turibdi ekan. Sen ushbu tabletkalarni ichsang, oshqozon kasalligidan xalos bo'lasan dedi. Xuddi siz ham alimentdan qarzingiz bo'lsa, respublikadan tashqariga chiqib ketish niyatingiz bo'lsa, hujjatlaringizni barchasini yig'ib olib keling. Biza ko'rib chiqamiz, o'rganamiz. Agar yo'lingizni ochish ilojisi bo'lsa, sizni respublikadan tashqariga chiqarib berish harakatlarini ko'ramiz. Barchasi qonuniy va sud tartibida amalga oshiriladi. Agar buni ham ilojisi bo'lmasa, turmush o'rtog'ingiz bilan mediatsiya kelishuvini tuzib, yo'lingizni ochib berish harakatlarini ham qilib ko'ramiz. Ushbu videomizni aliment to'lovchilarga jo'natib qo'yamiz. Chunki ushbu ma'lumotlar aliment to'lovchilar uchun muhim hisoblanadi.